Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Osiyo futbolining qadrbaland obunachilari, yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandmiz. Bugun qisqacha rolik bilan mavzuni yakunlab qo'yamiz. Xabaringiz bor, Saudiya Arabistoni mamlakatida U23 Osiyo Kubogi davom etmoqda. Shu vaqtgacha Ravshan Haydarov shogirdlari, ya'ni O'zbekiston U23 terma jamoasi ikkita o'yin o'tkazdi. Birinchi o'yin Livanga qarshi va Livanni 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdik. Garchi biroz qiynalgan bo'lsak ham, lekin ikkinchi turda forslar Eron bilan 0-0 nursiz durangga imzo chekib, imkoniyatimiz 4 ochko. Bu degani yaxshi natija, play-offga chiqish imkoniyatlarimiz yaxshiroq. Bugun 3-turda hal qiluvchi o'yinda Janubiy Koreya U23 jamoasiga qarshi bizning vakillarimiz maydonga chiqadi. Ushbu o'yin Sport teleradio kompaniyasida 16:30 dan jonli efirga beriladi. Xo'sh, bizning imkoniyatimiz, ya'ni O'zbekiston U23 terma jamoasining imkoniyati qanday? Bu o'yin bilan, bu natija bilan guruhdan chiqa olamizmi deyishingiz mumkin. Bizni Janubiy Koreya bilan durang ham keyingi bosqichga olib chiqadi. Uning uchun Livan yoki Eron jamoalari durang o'ynashi kerak. Garchi forslar, eronliklar Livanni mag'lubiyatga uchratgan taqdirda ham, lekin o'zaro o'yinlar natijasiga ko'ra O'zbekiston jamoasi play-offda keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritishi mumkin. Uning uchun talab qilinadigan narsa bugun Janubiy Koreyaga mag'lub bo'lmasligimiz kerak. Chunki hozir Janubiy Koreyada ham siz ekranlaringizda ko'rib turgan O'zbekistonda ham 4 dan ochko bor, faqat to'plar nisbatiga koreyslar bizdan oldinda. Eronda 2 ochko bor, Livanda umuman ochko yo'q. Livan muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdi. O'zbekiston esa bugun Koreya bilan o'yin olib boradi va durang ham keyingi bosqichga olib chiqadi. Agar g'alaba qozonsak ham o'z-o'zidan O'zbekiston U23 terma jamoasi keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Durang ham bizni keyingi bosqichga olib chiqadi. Garchi Eron va o'sha Livan terma jamoalari ham durang natija o'ynasa, o'z-o'zidan biz chiqamiz. Uning uchun yana bir marta eslatib o'tamiz, biz darvozamizdan to'p o'tkazmasligimiz kerak. Imkon darajasida 0-0 ga durangga o'ynashimiz kerak. Agar imkoniyatimizni shu daraja past deb baholaydigan bo'lsak, lekin men ishonaman, Haydarov shogirdlari Koreyani mag'lubiyatga uchratishadi. Eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'ling. Biz yana gaplashamiz. Futbolda, stadionda, Osiyo futbolida ko'rishguncha salomat bo'ling.